Endi propiskaga qo'yish uchun pasport stolga borib navbat kutish shart emas. Buni telefonda 5 daqiqa ichida onlayn qilsangiz bo'ladi. Buning uchun uy egasi MyGovga kirib, yashash joyi bo'yicha doimiy ro'yxatdan o'tkazish xizmatini tanlaydi. Ariza yuborish bosiladi. Endi kimni propiskaga qo'ymoqchi bo'lsa, o'shani tanlaydi. O'zinimi, boshqanimi yoki voyaga yetmagan farzandinimi? Biz voyaga yetmagan farzandni tanlaymiz va keyingisini bosamiz. Uy kadastr raqami va pastda manzili tanlanadi va mana bu joyga belgi qo'yilib, propiskaga qo'ymoqchi bo'lgan farzand belgilanadi va keyingisi bosilib, Face ID dan o'tasiz va yuborasiz. Hamda 7416 so'm miqdorida to'lovni amalga oshirasiz. Bo'ldi. Bir necha daqiqa ichida farzandingiz ro'yxatga qo'yiladi. Uni arizalarim bo'limi orqali ko'rishingiz mumkin. Voyaga yetmaganlarni propiskaga qo'yishda ularni tasdiqlash shart emas, lekin kattalarni propiskaga qo'yayotganda ular Face ID orqali tasdiqlashi kerak. Yana bir yaxshi ma'lumot, ota-onalar o'zlari propiskada turgan joyda uy egasi hisoblanmasa ham bolalarini, ya'ni voyaga yetmagan farzandlarini mana bu tugma orqali ro'yxatga qo'yishi mumkin. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.